Xonanda Davron Ergashev san'atkorlarning daromadi va soliq masalasiga munosabat bildirib, bu borada imtiyozli yondashuv bo'lishi kerak emasligini aytdi. Shunchalik bizning san'atkorlar nima deydi, bechara bo'lib qolganmi? Men bitta narsani bekitmayman. Mana shu o'rta hol xalqimiz, endi hammani aytmayman. Boylar ham bor, o'rta hol ham bor, kambag'allar ham bor-da, to'g'risi xalqimiz orasida. Ancha-muncha xalqimizdan, ancha-muncha shu insonlardan menimcha bu bekitmayman. Yaxshi topamiz-da, Xudoga shukr. Mana shu to'ylarda yoki u bu joylarga borsa, muxlislarimiz, xalqimiz qo'lini ko'ksiga qilib bizani chiroyli kutib olishadi. Aytgan pulimizdan ortig'ini ham berishadi, kerak bo'lsa, Xudoga shukr. Men bularga katta rahmat deyman. Nimaga hozir shu aylanyapti shu tema, san'atkorlar xuddi bechara bo'lib qoldinglarmi sizlar? To'g'risi-da. Voy soliq to'layotganmiz, u qilarkanmiz, bu qilarkanmiz. Voy to'laymiz-da. Hamma to'layapti-ku, bundoq men paxta qo'yishni yomon ko'raman, to'g'risi. Xalq oldini olib gapirayotganim yo'q. Paxta qo'yishni yomon ko'raman. Agar paxta qo'yganimda, qarsevozlik bo'lganimda men davno birinchi prezidentimiz paytda men уже unvonlar olgan bo'lardim, to'g'risi-da. Men bu narsaga qarshiman-da, men yomon ko'raman paxtakorlikni, qarsevozlikni yomon ko'raman men. Shuning uchun demoqchiman, pistachi ham, bozorchi ham, pomidor bodring sotadigancha ham soliq to'layapti. Nima endi biz to'lamasligimiz kerak? To'g'risi, ancha-muncha insonlardan yaxshi topsa biz, to'g'risi, bekitmayman, alhamdulillah. 15 minut, 20 minut bitta to'yga kirib chiqamiz. Yetgan pulimizni berishadi. Xalqimiz, muxlislarimiz yaxshi ko'ribdi, to'g'risi. Nimaga odamlar endi bir oylab ishlab mehnat qiladi-da, bechoralar 500 topadimi, 600 dollar topadimi oyiga? Biz 15 minutda topadigan pulimizni aytayapman-da. Endi biz to'lamasligimiz kerak. Uning so'zlariga ko'ra, san'atkorlar ham to'ylarda va turli tadbirlarda yaxshi daromad topadi va buni yashirishning hojati yo'q. 15 dan 20 minutgacha bir to'yga kirib chiqamiz, aytgan pulimizni berishadi. Odamlar esa bir oy ishlab 500 dan 600 dollargacha topadi. Nega endi biz soliq to'lamasligimiz kerak, dedi xonanda. Davron Ergashev, shuningdek, bozorchilar, savdogarlar va boshqa mehnat qilayotgan fuqarolar soliq to'layotgan bir paytda san'atkorlar ham bundan chetda qolmasligi kerakligini ta'kidladi.